Prujinali matras yaxshimi yoki prujinasiz matras yaxshimi? Prujinali matraslarimizni afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Prujinali matraslar ikki xil bo'ladi: zavisimiy hamda nezavisimiy. Ushbu prujinalarimiz odatda standart, ortoped hamda polo-ortoped matraslar uchun foydalaniladi. Prujinalar soni qancha ko'p va zich bo'lsa, shuncha matrasingiz mustahkam chiqadi. Bu anatomik bloklarimiz esa komfort model xohlovchilar uchun juda ham ideal hisoblanadi. Siz matrasga emas, matras sizga moslashadi. Prujinali matrasimizni kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Odatda sifatsiz va prujinalarni kamroq ishlatilishi oqibatida matrasingiz tez vaqtda o'z shaklini yo'qotishi mumkin. Prujinasiz matraslarimiz afzalliklariga keladigan bo'lsak, vazni og'ir insonlar uchun juda ham qulay va uzoq vaqt xizmat qiladi. Amortizatsiya yaxshi bo'lishi uchun HR poralon, memory foam hamda lateks kabi qo'shimcha detallardan foydalanib, matrasni yana ham komfort holatga keltirilishi mumkin. Prujinasiz matraslarimizni asosiy kamchiligi sifatsiz poralon tanlanishi oqibatida matrasingiz tez cho'kib, o'z shaklini yo'qotishi mumkin. Elmatrasga murojaat qiling. Mutaxassislar sizning vazningiz va xohishingizga qarab eng sifatli matraslarni tavsiya etishadi.